Dostonjon, bunday insonni onasi qanday ona? Oilasichi? Keling, shu haqda bir so'zlab bering. Muvaffaqiyatlarimning kaliti onamning duosi va akamning mehnatlari. Inson qanday lavozimda bo'lmasin, qayerda ishlamasin, zo'r mashina yoki hashamatli uyda yashamasin, u o'z onasini bolasi bo'lib qolaveradi. Uzr. Alo. Akam? Akamga nima qildi? Qayerdalar? Uzr. Hozir boryapman. Uyimizning devorlari oqlanib, uyimizga mehmon to'ldi akajon. Yo'qlamagan odam yo'qlab kelyapti. Bizda ham pul borda endi akajon. Yo'qlamagan odam yo'qlab kelyapti. Bizda ham pul borda endi akajon. Sabr qildik, bizga omad kelyapti. Onam tinmay bizni duo qilyapti. Do'stlarimni soni ortib boryapti. Bizda ham pul borda endi akajon. Do'stlarimni soni ortib boryapti. Bizda ham pul borda endi akajon. Kambag'al deb g'iybat qilganlar qani? Nahot shunday o'zgarsa Ukang, zaman. qizimni oldida o'ralashmasin. Bugun qarang, meni tinmay maqtashar. Bizda ham pul borda endi akajon. Bugun qarang, meni tinmay maqtashar. Bizda ham pul borda endi akajon. Sabr qildik, bizga omad kelyapti. Onam tinmay bizni duo qilyapti. Do'stlarimni soni ortib boryapti. Bizda ham pul borda endi akajon. Hayratboy, Hayratboy. Assalomu alaykum. Qo'shnilar 4-5 so'm degandek bir to'yoniga yig'ilamiz degandik. Ey, boray, odam emas ekansan. Tashvish g'amlar boshdan o'tdi hammasi. Nahot bitmas bu qalbimning yarasi. Uzr so'rar sevgan qizim onasi. Bizda ham pul borda endi akajon. Xudo suysa omadim ham berarkan. Quvonchlarim cheksiz bugun bir jahon.
bizda ham pul borda endi akajon. Bir maqtanib qo'yay dedim erkalanib ey. Bizda ham pul borda endi akajon. Sabr qildik, bizga omad kelyapti. Onam tinmay bizni duo qilyapti. Do'stlarimni sanoqtib boryapti. Bizda ham pul borda endi akajon. Ey do'stlarimni sanoqtib boryapti. Bizda ham pul borda endi akajon. Bizda ham pul borda endi akajon.